Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana bugun 30-iyun 26-yil bo'ladi. Ho'kiz bolalik 3-tug'ish sigirni zo'rami rossiyskiy parodasiga sog'ishga narsaga injiqliklar va molni baklarini tomosha qilasizlar. Mol dahshat, badan zo'r, bola ho'kizcha 3-tug'ish yosh mol. Baklan tomosha qilinglar, baklan hajjana va mix qilmaydi sog'ishga, sog'liqlar bilan qo'yib ko'rsatamiz. Narxi 27 million so'm. Dastlabkasi Buxoro bo'ylab tekin. Molimizni orqa tomonlaridan ko'rsalarsiz ham cho'rpalla bolasi ho'kizchasi 17 kunlik molni o'zi yana molga keldi. Hajjanavar sigirmisan sigirda. Molimiz yosh 3-bolasi. Kimlardir kommentariyaga yozibdi, o'nta tuqqan umri radomga o'tgan, unaqa sigir emas. Kelib ko'rib sog' bo'lasizlar. Hajjanavar ho'kizchaga tomosha qilinglar, ho'kizchani bellari bilan. Ho'kizmisan, ho'kiz bo'ladi nasib bo'lsa. Chisti kalshoqcha. Mana molni taglariga e'tibor qilinglar. Mana molni bochkalariga qaranglar. Hajjanavar. Chisti rossiyskiy paroda, bolasi Angus bo'ladi. Molni sog'lishiga e'tibor qilinglar, janavar. Sutni beradigan qilidan-ku. Nasib bo'lsa 20 ta, 15 ta sut beradigan qillardan so'raganlar. Yo'q, 200 bo'lsin bolasi deydiganlarga bu. Puli o'z bilan ketadi pulingiz. 4 ta yilidan bir xil buloqday keladi. Mol oyoq ko'tarish narsasi yo'q umuman. Tepsa tekin beriladi.